Bugün işimiz Qo'shko'pir. Birinchi etaj, ikkinchi etajning aralig'i. Xudo xolasa ajoyib etib sovib berdik. Ya bismillah. Mana shu izolyatsiya. Taxtaning ovozi, jiqirdi, boshqa yariq yuruq. Hamma yer ajoyib bo'lib so'vildi. Mana. Hamma yer zo'r bo'ldi. Vakuumni yetib so'vildi. Usta ko'ndagiday bo'ldimi? Ajoyib. Yerdi, rahmat. Yana unda yaxshi sog' bo'lasiz. Yaxshi. Qaçtık, yaxshi. Sog' bo'ling. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasiz. Mana hamma yer ajoyib bu. 4-5 sant qalinlikda so'vildi.